Assalomu alaykum podpischiklar. Mana bugun 25-may Qoraqalpog'iston Qo'ng'irot tumaniga olib kelgan do'konimiz bitdi. Bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Tashqarilari oq svitda bo'lyapti hamma joyi. Akvalargacha oq svitda. Oynalari qora bo'lyapti. Bu do'konimiz razmeri 6 ga 4 bo'lyapti. Ikkita xonali bo'lgan. Bittasi skalat bo'lyapti, shuning uchun orqadan ham yonboshdan eshik tashlaganmiz. Ichkaridan ko'rsatamiz. Ichkarilari laminat bo'lyapti, 1.6lik plastik dekor plas bo'lyapti patologiya. Polka plakkalaridan bo'ldi bu do'konimiz. Elektromontajlargacha yevro bo'lgan. Kichkina xonasiga ham ichkaridan eshik tashlaganmiz. Bu xonachaga ham bitta portchka qo'yilgan. Razmeri 2 metr bo'lyapti xonamizni. Oldi oyna, rezgalari, katta eshik. Tashqaridan kirish uchun. Assalomu alaykum barchaga. Samarqandga Samariddin akaga do'kon zakaz qilib berdik. Bitta bugun rahmat, zo'r bo'lishdi. Hammaga o'sning do'konlar nasib etsin. Zakaz beraman o'sning yigitga. Zo'r bo'lishdi. Rahmat hammaga. Kimga shunday do'konlarimiz yoqqan bo'lsa, pastda telefon nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar.